Hürmetli vatandaşlar, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Jungo Janubi dengiz urushga tayyorlik qilyapti. Amerika bilan urush qilish tayyorlanib bo'ldimi? Mavzuli xabar 1-28 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shangang Janub Sahari gazeti haftaning 5-kuni yoki 27-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Oqsaroyga kirgandan keyin Amerika bilan Jungoning qarishilishish xatari ko'payishga boshladi. Amerika bilan Jungoning qarishilishish xatari ko'payishga boshladi. Bundaq vaziyatga taqobil turish uchun Jungo Janubiy Jungo dengiz rayonida urushga tayyorlik qilishni kuchaytirib, urushga taqobil turmoqchi bo'lyapti. Janubning Sahar gazeti 1-27-kuni Ozodlik armiya torbitidan bir parcha obzordan naql keltirib, yozgan obzorda mundaq ko'rsatdi. Beijing kun sayin yomonlashayotgan Amerika-Jungo munosabatiga tayyorlik qilyapti. Bo'lib dengiz ishlari bexatarligi jihatda. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Obzor Jungo Markaziy Harbiy ishlar komiteti amaldori 1-20-kuni, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump qasam berib vazifaga o'ltirgan kuni Ozodlik armiyaning torbetida e'lon qilingan. Obzorda mundaq deyilgan: Janubiy dengizning bexatarlik vaziyati borgan sari murakkablashmoqda. Urush portlash mumkinligi ham borgan sari reallikka aylanyapti. Obzorda yana mundaq ko'rsatilgan: Amerikaning Osiyoda muvozanatlashtirish siyosati, Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz harbiy kuch o'rinlashtirishlari hamda Koreyaga SAT raketa sistemasini o'rinlashtirishi, bularning hammasi borgan sari o't elish nuqtasiga yaqinlab keldi. Deyildi Ozodlik armiyaning obzorida torbitida. Obzorda yana mundaq ko'rsatilgan: Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump davrida urush portlaydi. Balki urush mushikicha portlashi mumkin. Bu shior emas, balki nihoyat tezla reallikka aylanadigan hodisadir. Bundan boshqa Jungoning aloqador taraflarining gazetalari bu 1-22-kuni bir parcha obzor e'lon qilib, Jungoning urushga tayyorlik qilayotgan pozitsiyasini ko'rsatdi. Obzorda o'xshashli mundaq ko'rsatildi: Jungoning Liaoning belgilik matkisining Tayvan bo'g'ozidan o'tganligi, egilik huquqni qo'g'dash kuchini ko'rsatganligi, strategik uchur tarqatdi deyildi. Bu ikki parcha obzor Amerikada prezident Trump davlat ishlar kotibligiga tayinlagan rakkiz tillar uchun davlat majlisida xizmatga tayinlanish guvohligidan o'tganda Janubiy dengiz masalasi to'g'risida so'zlagan so'zlar e'lon qilingandan keyin Beijing taraf qaytargan inkos. Davlat ishlar kotibi qilib tayinlanish oldi turgan tillar uchun 1-11-kuni davlat majlisida guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi: Jungo Janubiy dengizda bir necha 10 milliard pul xarjlab orol va hada toshlarni yasab chiqqanligi qonunsizlikdir. Jungoning bu orollarga chiqishini Amerika cheklaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Oqsaroy bayonotchisi Sensper 1-20-kuni tunji qatim axborot e'lon qilganda davlat ishlar kotibligi ko'rsatilgan televiziyaning so'zlarini yumshatib ciddi kayfiyatni pasaytmasdan prezident Trump hukumatining Janubiy Jungo dengizida harakat qo'llanish mumkinligi kishilarni ansiratdi deydi. Bayon Sensper mundaq ko'rsatdi: Washington strategik ahamiyatga ega bu yo'lda xalqaro dengiz yo'lini qo'g'daydi. Bir davlatning bu rayonni egallab olishini cheklaydi. Bir davlat bu rayonni egallab olmaydi, cheklaydi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi: Amerika haqiqatan Jungoning bu orollarga chiqishini cheklaydigan bo'lsa, bu Jungoga urush e'lon qilganlik. Hurmatli vatandoshlar, vaziyat to'g'risida qisqacha yuqorida to'xtaldik.
Көрüp turup sizler hazır Xitay hükümeti urushga tayyorlik qilib o'tibdi. Demek Xitay hükümeti urushximar hükümetmi? Jungoning tarixini ko'z oldiga keltirmamda. Mesela 1910 yıldan tatip 1950 yılı 40 yıl urush qildi, ichki urush qildi, partiya bilan partiya urush qildi. Haqiqatan urushqoq millat. Nima Gomindan, nima Kompartiya, nima so'raydi bu partiyani nima so'raydi Jungolik uchun? Biroq bu o'yinni shu vaqtda Rossiyalik Stalin o'ynab chiqqan o'yinlar. Bugun Kompartiya nima sababdan urush tayyorlik qiladi? Hech qanday zaruriyat yo'q. Faqat birla ikki maqsad. Biri Rais Xi Jinping dunyoga rahbarlik qilmoqchi. Yana biri Rais Xi Jinping dunyoga hukmronlik qilmoqchi. Madaniyat inqilobini boshdan kechirgan Uyg'urlar bilishi mumkinki, shu vaqtda Mao Zedong Jefang Charlik insoniyatni ozod qilamiz deb shior to'g'lagan. Afsuski, o yürek kesili bilen karavatta yatqandı insoniyatni emas, hatta qo'rishovda qolgan o'zining holatini, siyosiy o'zgarishchilarning qo'rishovda qolgan o'zining holatini yoki o'zini Mao Zedong ozod qilamidi? İnsaniyat nada qolsin? Bugun balki prezident yani Rais Xi Jinping o'tirg'i chiqibla Jungo'da mingdi. Jungoning ham xiyoli yoki Jungoning tushi degan narsa ko'tarib chiqdi. Balki shu tush, ya'ni insoniyatni ozod qilishdan iborat Mao Zedong tushni Rais Xi Jinping ko'rayotgan bo'lsa kerak. Rais Xi Jinping apandi, davrdosh ekanmiz. Mushkunigacha birga yashab ketdik. Jungolikning qo'sig'i endila toydi juma. Endi dollar xarjlashni o'rgandi, endi mashina haydashni o'rgandi, endi savdo tijorat qilishni o'rgandi, dollarni yanchiqqachilab chet ellarga chiqib o'ynashni o'rgandi. Shu qatorda jungoliklar pora elishni, xiyonat qilishni chekidan oshirdi. Hatto jungoda xiyonatchilar 3-darajalik ishlab chiqarish kuchiga aylanib qoldi. Demek bir zavod korxonada Xitoyning xiyonatchi bo'lmasa bu zavod mangmay to'xtamaydigan holat keldi degan gap. Shundaq fursatda siz bugun Janubiy dengiz urushga tayyorlik qilayotgan bo'lsangiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlar bilan bir maydon elishmoqchi bo'lsangiz, biz nima deymiz? Hay deymiz Rais Xi Jinping, chunki bizning 20 million millatimiz Uyg'urimiz sizning Xitoyning millat hukmronligi, mustamlika hukmronligida yashayapti. Shunga biz hay deymiz. Afsuski, hozir siz nima ish qilyapsiz? Janubiy dengizni shapi berib Şark yoki g'arbda, yoki mustamlik Uyg'uristonda G'o'lji shahrida bironbeklarni ko'chaga chiqardingiz. Nimadan ansiraysiz? Ish bu tarafda bo'lib olsa, Janubiy dengiz tarafda bo'lib olsa, siz G'o'lji shahrida, Uyg'uristondan G'o'lji shahrida bironbeklarni ko'chaga chiqarib, bu yerda namoyish qilyapsiz. Nima zaruriyati bor? Siz qo'rqayotgan kuch Uyg'urmi yoki Janubiy dengiz rayonidagi Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh davlatlarmi? Chekchigirani ajritib o'ting. Ish bu tarafda bo'lyapti Rais Xi Jinping, diqqatingiz bu tarafda bo'lsin. Gunohsiz Uyg'urlarni qirg'in qiladigan, qo'lga oladigan, taqiq qiladigan ishni qilmang. Men Uyg'ur xalqiga shunday aytamanki, hozirgi vaziyatda nayti sagak bo'lishinglarni umid qilman Uyg'ur xalqi. Mayli G'o'lji, mayli Qashqar, butun Uyg'uriston xalqi hozirgi vaziyatda nayti sagak bo'lishinglarni umid qilamiz Uyg'ur xalqi. Hozir vaziyat shu yerga kelgan bo'lsa, Rais Xi Jinping apandi biz oxirida o'zingizni tutib olishingizni, bo'libmi Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash yo'liga qarab menishingizni umid qilamiz Rais Xi Jinping apandi.